Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan Abubakir Safayev. Ushbu videoroligimda Zolotaya korona mavzusida suhbatlashamiz hamda Rossiya Federatsiyasida hozirda ta'lim olayotgan universitetlarda ayniqsa ta'lim olayotgan fuqarolar uchun patentsiz ishlash mumkinmi degan savollarga batafsil va aniq lo'nda qisqa qilib javob berib o'taman. Hurmatli yurtdoshlar, Zolotaya korona mavzusida suhbatlashadigan bo'lsak, ko'pgina savollardan kelib chiqqan holda qisqa va lo'nda tushuntirish berib o'taman. Bir nechta savollardan biri Zolotaya korona qachon qarzdorlik bo'yicha ishni sudga oshiradi degan savollar kelib tushdi. Hurmatli yurtdoshlar, ushbu savolga meni qisqa va lo'nda javobim qarzdorlik bo'yicha ishni xohlagan paytda sudga oshira oladi. Chunki bu qarzdorlik agar to'lamayotgan bo'lsa, ular sizga imkoniyat berishadi, ogohlantirish berishadi. Agarda shunda ham to'lovlar amalga oshmasa, xohlasa sudga beradi, xohlasa sudga bermaydi. Lekin praktikada ko'pchilikni sudga bermagan, chunki ba'zi bir holatlarda iskovoy davnost kelib qolgan, ya'ni bunaqa ishlarda doim videolarda aytib o'tganimdek, iskovoy davnost 3 yil hisoblanadi. Shu sababli 3 yil muddatni o'tkazib yuborgan bo'lsa, bunday ishlarni sudga oshirishni foydasi yo'q. Chunki iskovoy davnost o'tgandan keyin 3 yildan keyin bular sudga ish kirita olmaydi. Chunki sudga kiritsa, sudya отказ qilib qaytarib yuborishi mumkin yoki bo'lmasam sizning iltimosnomangiz bilan ish yakunlanishi mumkin. Shu sababli shu narsalarga e'tibor bering. Belgilangan muddati yo'q. Xohlagan paytda sudga oshirishga haqqi bor, lekin chegara 3 yil. Va ikkinchi savolimiz, Rossiya Federatsiyasida hozirda ta'lim olayotgan, ya'ni universitetlarda ochno yoki ochno-zaochno yoki bo'lmasam zaochno formatda ta'lim olayotgan studentlarga mani javobim shunday bo'lardiki, qonunlarda belgilangan, agarda siz Rossiya davlat universitetida ochno formatda ta'lim olayotgan bo'lsangiz, ushbu holatlardagina sizga patentsiz ishlashga haq-huquq berilgan. Boshqa holatlarda, ya'ni ochno-zaochno yoki bo'lmasam zaochno formatda o'qilayotgan ta'lim bo'lsa, bunday holatlarda sizga patentsiz ishlash mumkin emas. Ofitsialniy ishlash uchun albatta hamma qatori patentni oformit qilib ish faoliyatini olib borish mumkin. Ochno formatda ta'lim olayotgan bo'lsangiz, shunda ham faqatgina dars paytidan bo'sh vaqtda sizga ishlash mumkin xolos. Agarda sizni dars vaqtida ushlasa, bunga ham sizga chora ko'riladi. Shu sababli hurmatli yurtdoshlar, albatta o'z haq-huquqlaringizni himoya qilishingizni va doimo ularni bilishingizni so'rab qolardim. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada o'z savolingizni qoldiring. Zero keyingi videoroliklarimizda sizning savollaringizga javob beramiz. Sizlar bilan Abubakir Safayev.